Buni yuvsa ham bo'ladimi? Bemalol yuvsa bo'ladi. Mana sizga haqiqiy original mahsulot. Birinchi qo'ldan ishlab chiqaruvchidan kimdan kim promolarni olmoqchi bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Va kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, shunaqangi ishlarni birinchilardan bo'lib ko'rishingiz mumkin. Bizda har xil variantlar bor. Sokol, devor, koridor, oshxona hamma qismlarga. Azizlar, like tugmasini bosib qo'yadigan bo'lsangiz, qo'llaringiz dard ko'rmasin, ustalar mehnatini qadrlagan holatda. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib, Telegramdan murojaat qilinglar, sizlarga narx-navo haqida ma'lumot beramiz. Ushbu obyektimiz 125 kvadratli obyektimiz Namangan viloyati Uchi shahrida qilingan obyektimiz. 3 kun davomida ustalarimiz devorni emulsiya holatidan qirib tashlab, kafenikli tortib qilishdayizlar. Mana sokol qismlariga ham ahamiyat berasizlar. 3 kun davomida devorni tekislab, bir slov kafenikli qildik. O'zi mash holatda devor shkaturka qilingan bo'lsa, 85 ming so'm narxda qilib beryapmiz. Vodiy bo'ylab har xil dizaynlarimiz bor. Bundan ham ko'p dizaynlarimiz ham bor. Agar mabodo devoringiz eski devorlardan bo'ladigan bo'lsa, kelishilgan narxda devorlarni tekislab qilib beramiz. Salomat bo'linglar, xizmatdamiz. Kanalimizga obuna bo'lib, like tugmasini bosish esdan chiqmasangizlar.